pensionerlar, pensiyaga chiqishga yaqin qolganlar va ota-onasining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar, diqqat bilan eshiting. Bugungi mavzu juda muhim. Pensiya tizimida yangicha tartiblar, qayta hisoblash. Staj va ish haqi ma'lumotlari, elektron bazalardagi xatolar, qo'shimcha to'lovlar va ayrim hollarda pensiya miqdorining o'zgarishi masalalari ko'pchilikka bevosita ta'sir qiladi. Bu faqat bugungi pensionerlarga emas. Ertaga pensiyaga chiqadigan har bir insonning cho'ntagiga ta'sir qiladigan masala. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Hozir nimaga e'tibor kuchaydi? Kimlar hujjatlarni tekshirtirishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi xatolar pensiyani kamaytirib yuborishi mumkin va eng muhimi, hozirdan nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri sana. Bitta yo'qolgan ma'lumot yoki bitta tasdiqlanmagan ish staji oyiga 100 minglab so'm farq qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlarga tayanib yuritilar edi. Odam pensiyaga chiqish yoshiga yetganda mehnat daftarchasini, ish haqi haqida ma'lumotnomalarni, arxivdan olingan tasdiqlarni, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davrlari haqidagi hujjatlarni yig'ardi. Keyin pensiya jamg'armasiga borib topshirardi. Mutaxassis hujjatlarni ko'rib chiqib, ish stajini hisoblar, o'rtacha ish haqini aniqlar va pensiya tayinlanar edi. Bunday tizimning yaxshi tomoni shundaki, odam qo'lida hujjat bo'lsa, uni ko'rsatib o'z huquqini isbotlashi mumkin edi. Lekin yomon tomoni ham ko'p edi. Kimningdir mehnat daftarchasidan muhr noaniq tushgan. Kimningdir ishga kirgan sanasi bor, bo'shagan sanasi yo'q. Kimningdir korxonasi allaqachon yopilib ketgan, arxivi topilmaydi. Ba'zi odamlar 3 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjat bilan faqat 22 yilini isbotlay olgan. Natijada pensiya kam chiqqan. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Ya'ni fuqaroning ish staji, ish haqi, soliq to'lovlari, ijtimoiy to'lovlar, bandlik ma'lumotlari, ayrim nafaqa va imtiyozlar turli davlat bazalari orqali tekshiriladi. Bir tomondan bu qulay, odam har safar qog'oz ko'tarib yurmaydi. Ma'lumotlar avtomatik chiqadi. Lekin ikkinchi tomondan yangi xavf paydo bo'ladi. Agar elektron bazada ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa, tizim siz haqingizdagi real hayotni emas, bazada turgan raqamni ko'radi. Mana shu yerda asosiy masala boshlanadi. Odam, men falon zavodda 12 yil ishlaganman deydi. Lekin bazada 7 yil ko'rinishi mumkin. Odam, men falon yillarda yuqori maosh olganman deydi. Lekin soliq yoki ish haqi bazasida bu ma'lumot to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Odam, men zararli ish sharoitida ishlaganman deydi. Lekin lavozim nomi, buyruq yoki korxona hujjati to'g'ri tasdiqlanmagan bo'lsa, imtiyozli staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Shuning uchun hozir pensionerlar va pensiyaga yaqinlar tayyor bo'lishi kerak deganda. Gap qo'rqitish haqida emas. Gap o'z huquqingizni oldindan himoya qilish haqida. Kim hujjatlarni oldindan tekshirtirsa, xatoni vaqtida tuzatadi. Kim oxirgi daqiqada yugursa, arxiv eshigida navbat kutadi. Eski korxona vorisini izlaydi. Hujjat topilmay qiynaladi. Asosiy qism irin. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar tinchroq bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda shuni bilish kerak. Pensiya miqdoriga odatda 3 ta katta omil ta'sir qiladi. Birinchisi ish staji. Ikkinchisi ish haqi yoki hisobga olinadigan daromad. Uchinchisi qonunda belgilangan qo'shimcha huquqlar, ustamalar, imtiyozli davrlar va indeksatsiyalar. Agar shu 3 omildan bittasida xato bo'lsa, pensiya miqdori o'zgaradi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Akmal aka olim 2 yoshga yaqinlashdi. U 1995 yildan 1996 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Keyin 1997 yildan 2010 yilgacha xususiy korxonada, undan keyin yana boshqa joyda. Mehnat daftarchasida hammasi bor deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, 1997-2000 yillar oralig'ida ishlagan xususiy korxona soliq hisobotlarini to'liq topshirmagan. Elektron bazada daromad to'mat kam ko'rinadi. Natijada pensiya hisobida o'sha yillar to'liq foyda bermasligi mumkin. Akmal aka nima qilishi kerak? U o'sha korxonaning hujjatlarini ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlarini, ish haqi qaydnomalarini yoki arxiv ma'lumotnomasini izlab topish kerak. Aks holda men ishlaganman degan og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Ikkinchi misol, Mahbu opa 30 yil maktabda ishlagan. Uning mehnat daftarchasi tartibli, ish joy davlat muassasasi bo'lgan, hujjatlar elektron tizimlarga asta-sekin kiritilgan. Bunday odamlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin. Chunki davlat tashkilotlarida buyruqlar, arxiv
ish haqi hujjatlari ko'pincha saqlangan bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Maktab nomi o'zgargan, tuman bo'lingan, lavozim nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida o'qituvchi deb yozilgan, lekin ayrim davrlarda tarbiyachi, laborant, to'garak rahbariy kabi lavozimlar bo'lgan bo'lsa, staj va imtiyozlar hisobida farq chiqishi mumkin. 3-misol, Rustam aka Sovet davrida zavodda zararli sharoitda ishlagan. U men issiq sexda ishlaganman. Menga imtiyozli pensiya bo'lish kerak deb hisoblaydi. Lekin imtiyozli pensiya uchun faqat og'ir ish qilganlikni aytish yetmaydi. Lavozim aniq ro'yxatga mos kelishi, korxona hujjatida ish sharoiti ko'rsatilgan bo'lishi. Bandlik davri aniq tasdiqlanishi kerak. Agar mehnat daftarchasida lavozim umumiy yozilgan bo'lsa, masalan ishchi deb turibdi, lekin aslida u zararli sexda ishlagan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ana shu hujjat topilmasa, u oddiy staj sifatida hisoblanib, pensiya shartlari boshqacha bo'lib ketadi. 4-misol. Dilbar opa bir necha yil farzand parvarishda bo'lgan. Ko'pchilik ayollar shunday savol beradi. Bola bilan uyda o'tirgan yillarim stajga kiradimi? Bu masala qonundagi aniq qoidalarga bog'liq, lekin amaliy jihatdan eng muhim narsa shuki, bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, ish joyidagi ta'til buyruqlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayol kishining familiyasi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, hujjatlardagi ism sharif mosligi juda muhim. Bir hujjatda Dilbar Karimova, boshqasida Dilbar To'xtayeva. 3-sida Karimovning tarzida yozilgan bo'lsa, tizim bularni bitta shaxsga tegishli deb avtomatik tanimasligi mumkin. Kimlar albatta xavotir olib, hozirdan hujjat tekshirsin. Birinchidan, 1910-yillar va 2000-yillar boshida xususiy korxonalarda ishlaganlar. Chunki o'sha davrda ko'p korxonalar yopilgan, hujjatlar tartibsiz yuritilgan. Ikkinchidan, mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki qayta tiklanganlar. 3-dan, turli viloyatlarda, turli davlatlarda ishlaganlar. 4-dan, imtiyozli ish sharoitida ishlagani da'vo qiladiganlar. 5-dan, ish haqi yuqori bo'lgan yillari bor, lekin ular ba'zida aks etganiga ishonchi yo'qlar. 6-dan, pensiyasi allaqachon tayinlangan, lekin mening pensiyam juda kam chiqdi. Tanishim mendan kam ishlagan, lekin ko'proq oladi deb o'ylayotganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Ish faoliyati uzluksiz davlat tashkilotlarida o'tgan, mehnat daftarchasi aniq elektron mehnat shartnomalari to'g'ri kiritilgan, ish haqi rasmiy to'langan va hujjatlari tartibli bo'lgan fuqarolar. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Hatto shunday odam ham kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysin. Chunki tizimda inson omili bor, eski yozuvlarda xato bor, bazaga kiritishda adashish bor. Yana bir muhim jihat. Pensiya faqat yoshga yetganda eslanadigan mavzu emas. Pensiyaga 5 yil qolgan odam bugun harakat qilsa, barcha hujjatlarni bemalol yig'adi. Pensiyaga 3 oy qolgan odam esa arxidan javob kutib, sobiq korxona direktorini qidirib asabiylashadi. Shu sababli men doim aytaman, ehim yoshdan oshgan har bir fuqaro o'z ish stajini alohida daftar yoki faylda tartibga solib borishi kerak. Endi eng og'riqli nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham avtomatik ravishda muammo hal bo'ldi degani emas. Yozuv o'qiladigan bo'lishi, buyruq raqami va sanasi ko'rsatilishi, muhr va imzo bo'lishi kerak. Agar yozuvda ishga qabul qilindi boru, qachon bo'shagani yo'q bo'lsa, staj tugagan sana aniqlanmaydi. Agar korxona nomi qisqartma bilan yozilgan bo'lsa, keyin uning to'liq nomini isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, rasmiy ishlamagan davr. Ko'p odamlar men bozorga chiqib ishlaganman, ustachilik qilganman, dehqonchilik qilganman, taksi qilganman deydi. Agar o'sha davrlarda rasmiy to'lovlar, soliq, patent, yakka tartibdagi tadbirkorlik, fermer xo'jaligi a'zoligi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, bu davrlarni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'ladi. Hayotda odam haqiqatan ham ishlagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Shuning uchun bugun norasmiy ishlayotganlarga ham ogohlantirish. Hozir qo'lingizga ko'proq naqd pul olayotgandek tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida o'sha yillar bo'sh davr bo'lib qolishi mumkin. 3-nozik jihat. Ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, masalan, odam oyiga 5 million so'm olgan, lekin rasmiy hisobotda 50 million so'm ko'rsatilgan. Bugun bu farq sezilmasligi mumkin, lekin pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan daromad muhim bo'ladi. Keyin men aslida ko'proq olganman deb isbotlash juda qiyin.
ish beruvchi bilan og'zaki kelishuv pensiya uchun kuchli dalil bo'la olmaydi. Shuning uchun yoshroq tomoshabinlar ham tinglasin. Rasmiy maosh bu faqat bugungi soliq masalasi emas. Bu ertangi pensiya masalasi. 4-nozik jihat, familiya, ism va tug'ilgan sana xatolari. Juda oddiy tuyuladi, lekin amalda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri shu. Pasportda O'g'loy deb yozilgan, mehnat daftarchasida Uguloy deb yozilgan, diplomda Ogloy bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda 22 mart, boshqa joyda 22 mart bo'lib ketgan holatlar ham bor. Bunday xatolarni oldindan tuzatish kerak. Ba'zan bitta harf xatosi sababli hujjat qo'shimcha tekshiruvga tushadi. 5-nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar pensiyam 1 marta tayinlandi, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida agar keyinchalik yangi hujjat topilsa, qo'shimcha staj tasdiqlansa, oldin inobatga olinmagan ish haqi ma'lumotlari aniqlansa, tegishli tartibda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ariza berish, hujjat topshirish, asos ko'rsatish kerak. 6-nozik jihat. Boshqa davlatlarda ishlagan davrlar. Masalan, kimdir Rossiyada, Qozog'istonda, Tojikistonda yoki boshqa mamlakatda ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda xalqaro kelishuvlar, sug'urta badallari, rasmiy ish shartnomalari, migratsiya hujjatlari, ish beruvchi ma'lumotnomalari ahamiyatli bo'ladi. Men chet elda 10 yil ishladim deyishning o'zi yetmaydi. U davr qaysi davlat tizimida qanday hisoblanishi alohida tekshiriladi. Ayniqsa norasmiy ishlagan migrantlar keyinchalik pensiya masalasida juda ko'p qiynaladi. 7-nozik jihat arxivlarning holati. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin hamma korxona ham hujjatni tartibli topshirmagan. Ba'zan arxivda faqat buyruqlar bor, ish haqi qaydnomalari yo'q. Ba'zan ish haqi bor, lekin lavozimlar ko'rsatilmagan. Shuning uchun odam birgina arxiv javobi bilan cheklanmasligi kerak. Agar bitta arxivda topilmasa, korxonaning voris tashkiloti, yuqori turuvchi tashkilot, tarmoq arxivi sobiq kadrlar bo'limi hujjatlari haqida so'rash kerak. 8-nozik jihat. Pensiya miqdorining o'sishi hamma uchun bir xil sezilmaydi. Ba'zan davlat tomonidan pensiyalar indeksatsiya qilinadi yoki ayrim toifalarga qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Lekin bir pensionerda o'sish 20 ming so'm bo'lsa, boshqasida 2 ming so'm bo'lishi mumkin. Chunki boshlang'ich pensiya miqdori, ustamalar, ish staji, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik, yolg'iz keksalik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi kabi omillar farq qiladi. Shuning uchun qo'shnimga shuncha qo'shildi. Menga nega gam degan savolga javob har doim hujjat va hisob kitobdan kelib chiqadi. 9-nozik jihat. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensiyalar pensiyasidan ma'lum ushlab qolishlar bo'layotganini ko'radi. Bu aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish yoki boshqa qonuniy asoslar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensiya kamayib qolgan bo'lsa, darhol pensiyani kesishdi deb xulosa qilmang. Avval pensiya jamg'armasi yoki bankdan to'lov tafsilotini oling. Ushlab qolish asosi nima ekanini aniqlang. Agar asos noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza bilan e'tiroz bildirish kerak. Endi eng muhim qism amalda nima qilasiz? Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, barcha shaxsiy hujjatlarni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID kartasi, TIR, JSashir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nogironlik yoki imtiyoz maqomini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlarning asl nusxasini ham tayyorlang. Telefoningizda sifatli rasm yoki skan ko'rinishida saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, ish faoliyatingiz ro'yxatini tuzing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qaysi sanadan qaysi sanagacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Korxona nomi qanday edi? Hozir u korxona bormi yoki yo'qmi? Masalan, 1998 yil yanvardan 1995 yil 20 maygacha falon zavod tokarlik sexi tokar. Keyin 1995 yil iyundan 2002 yil 15 sentabrgacha falon shirkat haydovchi. Shunday qilib barcha davrlarni yozib chiqing. Bu ro'yxat sizga qaysi davr hujjatsiz qolganini ko'rsatadi. 3-qadam. Mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Har bir ishga qabul qilish va bo'shash yozuvida sana bormi? Buyruq raqami bormi? Imzo va muhr bormi? Korxona nomi tushunarlimi? Agar yozuv o'chgan, yirtilgan, noto'g'ri yozilgan bo'lsa, uni hozirdan aniqlashtiring. Keyin ko'ramiz demang.
keyin aynan shu joy muammo beradi. 4-qadam elektron ma'lumotlarni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Siz mening ish stajim va pensiya tayinlash uchun bazada ko'rinayotgan ma'lumotlar bo'yicha tushuntirish bering deb so'rashingiz mumkin. Agar pensiyaga yaqin bo'lsangiz, oldindan maslahat olish juda foydali. Ayrim holatlarda MyPickUp, soliq organlari yoki bandlik bilan bog'liq elektron xizmatlardan ma'lumotlarni tekshirish mumkin. 5-qadam yo'qolgan davrlar bo'yicha arxivga so'rov bering. Arizada aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari, lavozimim va ish sharoitimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizada pasport ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz, korxonaning eski nomi, taxminiy bo'lim yoki sex nomini ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimi shuncha tez topadi. 6-qadam. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlang. Buni tuman hokimligi, arxiv bo'limi, adliya organlari, soliq organlari yoki korxonaning voris tashkiloti orqali so'rash mumkin. Ba'zan eski zavod boshqa nom bilan ishlayotgan bo'ladi. Ba'zan korxona tugatilgan, lekin hujjatlari viloyat arxivida saqlanadi. Qidirishdan charchamang, chunki topilgan bitta ma'lumotnoma pensiyangizni sezilarli oshirishi mumkin. 7-qadam. Pensiyangiz tayinlangan bo'lsa ham hisob-kitobni tushunishga harakat qiling. Pensiya jamg'armasidan pensiya qanday staj va qanday ma'lumotlar asosida hisoblanganini so'rang. Agar sizda qo'shimcha hujjat bo'lsa, qayta hisoblash masalasi bo'yicha yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har bir murojaatingiz yozma bo'lsin, kirim raqami bo'lsin yoki elektron tasdiq bo'lsin. Shunda javob talab qilish oson bo'ladi. 8-qadam. Bank kartangiz va to'lovlarni kuzatib boring. Pensiya qachon tushyapti? Qancha tushyapti? Oldingi oy bilan farqi nima? Ushlab qolish bormi? Qo'shimcha to'lov bormi? Agar farq sezsangiz, bankdan yoki pensiya jamg'armasidan tafsilot oling. Ko'p odamlar faqat kam tushdi deb xavotir qiladi, lekin sababini so'ramaydi. Sababini bilmasdan muammoni hal qilib bo'lmaydi. 9-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. Agar sizning ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasini suratga olib saqlang. Papka qilib bering, kerakli joylarga birga boring. Bu oddiy yordam emas, bu ularning har oy oladigan daromadini himoya qilishdir. 10-qadam. Hech kimga hujjatingizni ishonib topshirmang. Men pensiyangizni oshirib beraman. Arxivdan hujjat chiqarib beraman. Tanishim bor deydigan odamlar ko'p uchraydi. Rasmiy idoradan tashqari hech kimga pasport nusxangizni, bank kartangizni, SMS kodlaringizni bermang. Pensiya masalasida firibgarliklar ham bo'ladi. Har qanday xizmat uchun rasmiy kvitansiya, rasmiy ariza, rasmiy javob bo'lishi kerak. Xulosa shuki, yangicha pensiya tartiblarida eng katta kuch hujjat va elektron ma'lumotda. Kimning staji to'g'ri ko'rsatilgan, ish haqi rasmiy aks etgan, familiya va sanalar mos arxiv hujjatlari joyida bo'lsa, u odam o'z pensiyasini ishonchli himoya qila oladi. Kim hammasi joyida bo'lsa kerak deb yuraversa, aynan pensiya chiqish paytida kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiyamni aniq aytdim. Hujjatlarni yig'ing, ish stajingizni yillar bo'yicha yozing, elektron bazadagi ma'lumotlarni tekshirtiring. Arxivga vaqtida so'rov bering, pensiya hisob-kitobini tushunishga harakat qiling va har bir murojaatni yozma qiling. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga oladigan qonuniy haqqingiz. Agar sizda pensiya bo'yicha savol, tajriba yoki muammo bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz, qanday muammoga duch keldingiz, staj, arxiv, qayta hisoblash yoki to'lov bo'yicha savolingiz bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bugungi ma'lumot bitta pensionerning pensiyasini to'g'ri olishiga sabab bo'lishi mumkin.